Ya bunda qila. Qaysi seni urgan? Aytib ketdingiz aka. Mishadimi? Bitta. Qisha! Qaysi? Top o'ynaymiz, bekami? Aldığımız taksiye şeyle içtik bunu. 50 koy. Vay ustam bana neç pul düşünç pul verme bunu açtık. 100 koy. Ustam koymuşum o ya siz. Neç pul düşünç pul verme bunu açtık. 200 koy. Yetişerler saçmasın kaç tikmin ha? 300 koy. Ben direkt 300 koy. Pulu ver ha. İçtik bunu ha kapılmayı. Şimdi oturun ha. Aklaş, abay joyingga bir qayta. Hozir chiqib qoldi. Navlavon. Meningga chiqqan xarida 500 koy berganda, keyingi taksi yetishib olmasin qo'g'lab deb. Qara balam. Men sana ikki qiz nasihat qilay, ya. Sen kichik qara. O'sha xiyolingda pul bilan hamma narsani setib oldi deb o'ylaysan. Mana? Lekin o'ylig'ing xato. Pul bilan nurg'un narsani setib olmaydi. Masalan, pul bilan o'sha do'stlikni setib olib bo'lamdi? Bo'lmaydi, ha. Masalan, biz Do'stim bilan pulda ha. Ma'qul. O'sha pul bilan do'stlikni setib bo'ldi deydi endi. Lekin o'sha pul bilan setib olgan do'stlik haqiqiymi do'stinacha? haqiqiy do'stim bilan pulda Ma'qul. O'sha pul bilan haqiqiy do'stlikni setib olib bo'ldi deydi. Lekin o'sha pul bog'i haqiqiy do'stlikni ayirtamaydi. adashlikdan chiqadi. Pulda
Ustoz. Ben yana qaytib keldim. Qaytib kel. Yo'q, ustoz. Qaytib kel. Ben kompanızda yutib qo'yam, ustoz. Vaqt emas. Yo'q, ben qaytmayman. Men sana oldingi yili degan qachon sen daraxtni tepib o'rvatlarga vaqtini mening qishimga kel deb. Qayt. Emsi bana aldı bilen daraxt o'rishni yutib qo'yam, ustoz. Ustoz. Turgan. Oldu. Ustoz. O'rningdan tura. O daraxtni ko'rdingmi? Ha. Sen shuni tepib yiqitib o'tgan vaqtingda anandan keyin men sana butun mahoratimni yutib qo'yman. Oldu. Bora. Men bununla o daraxtni tepib o'ra degandim. Hozir xato tepdim, men o'tiritaman. Balaliqimda men qo'limdagi apparatni qavatli yaxshi ko'rardim. Shu sababli menda fotograflik qarta o'tda ishtiyoq paydo bo'lgan. Men o'zimga cho'ng bo'lganda apparat orqali kishilarning ichki dunyosini rasm yuziga namoyon qilaman deb va'da bergan. Mana 25 yildan keyingi bu kunda oxiri orzuyimga yetdim. Kelib chiqma bo'ldi. Ishga a'zolarimiz mas'uliyat yo'q.